Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasining navbatdagi brifingini boshlaymiz. Navbatdagi brifingimizda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi tomonidan 5 oy davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan bo'lib o'tadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-avgustdagi 937-sonli qonun ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizda mahallalarni xatlovdan o'tkazish ishlari tizimli ravishda davom etmoqda. Joriy yil davomida 146 ta mahallada xatlov o'tkazish rejalashtirilgan bo'lib, hisobot davriga ko'ra 115 ta mahallada chegaralar tasdiqlanib, Uzcard axborot tizimiga kiritildi. Shuningdek, 117.245 ta ko'chmas mulk obyektlari xatlovdan o'tkazilib, ulardan 53.433 tasi e'tirof axborot tizimiga kiritildi. Natijada 9.679 ta ko'chmas mulk obyektlariga tegishli tashkilotlar tomonidan ijobiy xulosalar berilib, fuqarolarning mulkiy huquqlari qonuniy asosda e'tirof etildi. Viloyat yer fondi bo'yicha ham muntazam monitoring ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda Surxondaryo viloyatining umumiy yer maydoni 2.9.911 ming gektarni tashkil etib, yer fondini amaldagi qonunchilikka muvofiq 8 toifaga ajratilgan. Joriy yilda o'tgan davrda 184 gektar yer maydonining toifasi o'zgartirilib, tegishli yer hisobotiga kiritildi. Aholi va tadbirkorlik subyektlariga ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifati ham doimiy e'tiborda turibdi. Hisobot davrida ko'chmas mulk obyektlarining kadastr pasportini tayyorlash bo'yicha 52.803 ta murojaatlar kelib tushdi. Ularning 30.000 tasi ijobiy hal etilib, belgilangan tartibda xizmatlar ko'rsatildi. Ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatdan o'tkazish sohasida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Fuqarolar va tadbirkorlar tomonidan yuborilgan murojaatlar asosida minglab ko'chmas mulk obyektlarini davlat ro'yxatdan o'tkazib, ularning huquqiy qonuniy himoya qilish ostiga olindi. Fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash masalasida boshqarma faoliyatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Joriy yilning 5 oyi davomida 2092 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, 82% ijobiy hal etilgan. Qolgan murojaatlar yuzasidan amaldagi qonunga talablarga muvofiq huquqiy tushuntirish berildi, tegishli tartibda ko'rib chiqildi. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida yer elektron axborotlashtirilgan axborot tizimi orqali bo'sh yer uchastkalarini elektron auksion savdolariga chiqarish ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Joriy yil davomida 3093 ta yer uchastkalari kiritilib, ularning muhim qismi ochiq va shaffof elektron savdolarga chiqarildi. Bunga bermoqchi bo'lgan ma'lumot shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.